Voydod, kim olar ekan shu GLS 3900 yurganini ya. Bilasiz, bularning yengisi adashmasam 170 dan oshiq. 175 ming atrofida bo'lishi kerak. 3900 yurgan, kraskasi top-toza, 2024-yil yangi deb turgan GLS 450. 23 razmerli Michelin ballonida, perforatsiyali oporniy diskalarda, salon holati ham, kuzov holati ham yangi mashina deb o'tirdi. Voy, bunaqa dinicha. Rostdan hidi boshqacha-da bor-ku bular. 3800 yurgan ekan pashti, 3800. Yengida. Head-up display, Burmester akustika sistema, qop-qora salon rangligi. Mana mashina rostdan yengida bo'lib turibdi. Srochniga qidirib yurganlar maza qorishadi. Bitta mo'ka qilib yuborasiz, mana shularni yangi mashina deb bemalol sovg'aga, hojdodagi olib berasiz. 129 mingga hozir telefon qilib baraka qilib yuborsangiz bo'ladi. Maza qilib yuborasiz, bosib